Assalomu alaykum. Farg'ona shahar Hafiz Ibragimova ko'chasi 174-uy. Polvon shashlik chorrahasi. Qora tovuq boqamiz. Qora tovuq tuxumi 90lik 303 86 33. Oxirida ham boqamiz. Mana buning ichida yemlar turadi. Bu yerda odamimiz. Mana bu xonalarda oq eshikda mana har bittasida ikkinchi etajga mana chiqib ketyapmiz. Bunaqa forchkalari bor. Yozda salafanni olib tashlaymiz forchkalarni. Forchkalar ochildi. Bu suv ichadigan payilkalarni o'rnatib qo'yamiz yozda. Oldin bitta napolni boqardik yerda. Tovuq ko'pligi uchun hali joyimiz yo'q. O'shaning uchun mana oldin bunaqa qilib napolni yurardi mana yerda. Mana yerdan yem yerdi. Endi hozir tovuqimiz ko'p, joyimiz kam. Mana. Hozir bitta 5 ta tovuqqa bitta xo'roz qilganmiz. Oxirini zapravka qilyapsizmi hozir? Bu. Bittasida mana shibionka. Bunun üstünde su turadi. O'ttizta kategimiz bor. 30ta. Bunaqa tepa, pasti. Mana bitta nima bo'lsa, o'shandan 30ta bor. 5 ta makon, bitta xo'roz qilganmiz, ya'ni 6 ta. Xo'rozlarimiz yaxshi, katta. Xo'rozlarimiz yo'g'on. Chiroyli, xudo xolasa. Mana. Qaylari ham toza turar ekanda. Ular kirib ketmas ekan. Taylari ham zo'r turar ekan mana. Zo'r yerkan. Bu katada o'zi chiroyli qilib mana qo'yib oldik. Metta suv turadi.
Mana oldi qismi. Oyog'im tagiga bunaqa tashlaganman mana. Rezinka. Oyoq og'rimasligi uchun. Juda yemlari bormi? Mana. Bu aziz do'stlar tomosha uchun, tomosha. Endi nariga pastlarni syomka qilib ko'rsataman. Tomosha qilib, mazza qilib, ko'rib kimda qanaqa ammo lekin to'g'risi kommentariyada har xil yomon gaplar gapirmanglar. Qo'limdan kelganicha bilganimni qildim. Buni qilish kerak edi, buni qilish kerak edi. Menga kerak emas, iltimos. Yaxshi tomoni bo'lsa, kerakli tomoni bo'lsa, olinglar. Fikrni tomosha qilinglar, kerakli joyini o'rganinglar. Tomosha mana. Tuxumini olib 3000 dan sotamiz. Inkubatorga. Buni iste'molga bermaymiz omale bu katelarni. Katedagi tovuqlarning tuxumini iste'molga bu faqat inkubatorga. Napolni ham boqamiz va pasta. Unikini ham inkubatorga. Lekin iste'molga xalqimiz yeymasa pastaga olib beramizda. Yerda yurgan, agorda yurganlarga olib beramiz. Ashnaqa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga nasib qilsin shuna tovuq boqishlar.